kelinglar sizlar otsizlar, biza sher. Mani erim biza o'txo'r emas, biza go'sht yeymiz. Sizlar otsizlar, sizlar o'txo'r. Sizlar o'zlaringiz uchun zo'rsizlar, o'zlaringizdan ot yasarsizlar. Biz o'zimiz uchun zo'r. Sizlar o'zlaringizni quruqlaringizda o'txo'r hayvonlar bilan yuringlar, biz o'zimiz quruqda go'shtxo'rlar bilan yuraveraylik. Da, rostdan. Keyin yana nima? Bizaga o't yeyishni o'rgatmanglar. Biz yeyolmaymiz. Biz tabiatdan go'sht yeb o'rgangan. Biz go'shtxo'r biz. Tamom. Biz sher, biz shu bitta narsaga tamom o'sha. Sizlar shu tinchlik tarafdori, shu o't o'lan yeb yuradigan otsizlar, tamom. O'sha uchun bizani ot qilishga harakat qilmanglar. Bizani boshimiz ustiga minib olishga, o'zlaringizni hayotlaringizni mana hayotimga tenglashtirishga, o'qitirishga harakat qilmanglar. Sizlar vobshe boshqa dunyoda yashaysizlar, men boshqa dunyoda. Mana hayolim, miyam, o'ylashim, bizani hayot tarzimiz vobshe boshqa.